agar homilador yaxshi o'tmasa, qayerdadir shamollash, yallig'lanish bo'lsa, tug'ruqdan keyin обязательно beradi. Yig'inli, hashamatli tadbirlar qilmasdan, sekin chillali ayolni uyiga kirgizib qo'yish kerak. Chaqaloqni ham o'pish kerak emas, o'zini ham o'pish kerak emas. Tuqqan ayol hamma yog'i ilma teshik bo'lgandek, nechta infeksiya yuqadi. Xuddi shunaqa, top-toza edi ichida men ko'rganimda, shanba kuni kapelnitsa oldida men o'zim ko'rdim, xuddi shunaqa edi. Ular tug'ruqdan keyin, ayniqsa kesaryevadan keyin juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu qizimizda demak tug'ruqdan keyin 5-kundan boshlab issiqlar chiqishni boshladilar. Choklarni ko'rdik, обработкаlar qildik, antibiotik boshladilar. Ko'krakdan deb o'ylagan ekanlar boshidan, lekin analiz topshirsak, ko'krakdan emas, qon tahlilida juda ham shamollash kuchli edi. Hozir mana 3 kun antibiotik oldilar. Bugun 4-kun, mana bugundan уже isitma yo'q. Kecha ham bir marta isitma chiqdi. Adak undan oldin juda ham baland temperatura 8,5 da. Hammasini tekshirdik, biz siydik yo'llarini, shamollashi bormi yo'q, bu pochkalarni o'zi qildik. Bu bilan nima demoqchiman? Homiladorlikda bu narsaga e'tibor berish kerak. Agar homilador yaxshi o'tmasa, qayerdadir shamollash, yallig'lanish bo'lsa, tug'ruqdan keyin обязательно beradi. Biz eng qo'rqadigan narsamiz bu bachadon. Esdan chiqarmaslik kerak, bachadonda yo'ldosh ko'chgandan keyin o'ta jarohat bo'ladi yoki kesaryeva bo'lgan ayollarda ham chok yiringlashi mumkin, ochilib ham ketishi mumkin. Asoratlari juda ham ko'p. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun bu narsalarga homiladorlikda e'tibor berish kerak. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun ham tug'ruqxonada chiqayotganda katta yig'inli, hashamatli tadbirlar qilmasdan, sekin chillali ayolni uyiga kirgizib qo'yish kerak. 99 ta odam oldiga kirib so'rash kerak emas. Chaqaloqni ham o'pish kerak emas, o'zini ham o'pish kerak emas. Bu bechora tuqqan ayol hamma yog'i ilma teshik bo'lgandek, nechta infeksiya yuqadi. Shunaqa ehtiyot bo'lish kerak.